Yurtboshimiz tomonidan har haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni etib belgilanganligi munosabati bilan yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazish hamda ularning muammo va takliflarini atroflicha o'rganish maqsadida Sardoba tumanida navbatdagi amaliy tadbir tashkil etildi. Xususan, Sardoba tumani hokimligi va tuman prokuraturasi tashabbusi bilan Sardoba Universal Cluster mas'uliyati cheklangan jamiyat korxonasida mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Mazkur tadbirda otaliqqa olingan yoshlar, ishsiz fuqarolar, ichki ishlar organlari nazoratida turgan shaxslar, shuningdek aliment majburiyatiga ega fuqarolar hamda dual ta'lim dasturi asosida mehnat faoliyatini boshlash istagida bo'lgan birinchi sonli texnikum talabalari keng qamrovda ishtirok etdilar. Tadbir davomida ishtirokchilarga shu korxonada yaratilayotgan yangi ish o'rinlari, sharoitlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berilib, ularni ish bilan ta'minlash yuzasidan aniq takliflar ilgari surildi. Ahamiyatlisi, ish bilan ta'minlanish istagini bildirgan yoshlar shu joyning o'zida tegishli hujjatlarni topshirib, mavjud bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashish uchun dastlabki bosqichdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shuningdek, yoshlar va fuqarolarga huquqiy tushuntirish berilib, ularning mehnat qilish hamda kasb egallash borasidagi huquqlari keng qamrovda tushuntirildi.